O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 311-sonli qaroriga asosan respublikamizda tibbiy sug'urtaga o'tish mexanizmlari joriy qilinyapti. Tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, ajratilayotgan mablag'lar o'z egasiga yetib borishini ta'minlash uchun majburiy tibbiy sug'urta tizimini albatta qonun bilan mustahkamlab qo'yishi vaqt soati keldi. Buxoro viloyatida ham tibbiy sug'urtaga o'tish jarayonlarida o'tiribmiz hozir. Tibbiy sug'urtaga o'tish bu nima? Tibbiy sug'urtaga o'tganimizdan keyin asosan aholimizni shu birlamchi tizimga murojaat qilishini ta'minlashimiz kerak. Aholi birlamchi tizimga murojaat qilmasa, to'g'ridan-to'g'ri ko'p tarmoqli poliklinikaga yoki statsionarlarga kelsa, bularga tibbiy xizmat pulli ko'rsatiladi. Agar yo'llanma asosida kelsa, pulli xizmatlarni bepul ko'rsatamiz. Hozirgi kunda Sog'liqni saqlash vazirligining 41-sonli buyrug'iga asosan kafolatlangan paketga kiritilgan dorilar ro'yxati tasdiqlangan. 369-sonli Sog'liqni saqlash buyrug'iga asosan reimbursatsiya dasturida ko'rsatilgan dori-darmonlarga elektron retsept yozish jarayoni boshlangan. Hozirgi kunda ko'p tarmoqli poliklinikada, oilaviy shifokorlik punktlarida, oilaviy poliklinikalarda reimbursatsiya dasturi ishladi. Bu nima degani? Bu degani bemorga dispanser nazoratda turgan bemorga o'sha ko'rsatilgan dori-darmonlar yoziladi. Dori-darmon to'g'ridan-to'g'ri elektron ijtimoiy dorixonaga tushadi. Bemor bemalol borib, hech qanaqa qog'ozbozlikka chek qo'yilyapti, boradi-yu, o'ziga kerakli dorini olib ketadi. Bu aholiga ham oson, tibbiyot xodimiga ham oson, qog'ozbozlikdan yiroq bo'lamiz. Bundan tashqari hozir shu prezidentimizning topshiriqlari bilan elektron order tizimini yo'lga qo'yganmiz. Bu 2 yildan beri ishlayapti. Bunda shaffoflikka erishdik biz. Uchinchi odam aralashmaydi, shaxs aralashmaydi, bitta kompyuterda ishlanadi. Oilaviy shifokorning yo'llanmasi bilan bemor ko'p tarmoqli poliklinikani tor mutaxassisga murojaat qiladi. Murojaat qilish asosida bemorga taxminiy diagnozlar qo'yiladi. Diagnoz asosida agar bemor haqiqatda ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa, nogironligi bo'lsa, IT hamshiramiz kelga uchrashadi. Shu kishi hamma hujjatlarni rasmiylashtirib, elektron orderga tushirib beradi. Hech qanaqa bitta uchinchi shaxs aralashmaydi, ovoragarchiliklarga chek qo'yiladi. Xullas, tibbiy sug'urtani juda ham afzallik tomoni shu birlamchi tizimda murojaat qilayotgan bemorlarni ovoragarchilikning oldini olish.